Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bir necha kunlar oldin Asaka Kasoy kottejlar yonida 500 so'mlik turar hovlini sotuvga qo'ygandik. Mana qolgan gaplar hammamiz o'zidan eshitdik. Assalomu alaykum obunachilar. Men shu Aziya firmasiga ariza berdim. Shu uyni sotish haqida. Uyni chiroyli qilib sotishni berishdi. Bolalarga ham rahmat, kompaniyaga ochgan bolalarga, boshqargan bolalarga katta rahmat. Biz bir kunda, 1,5 kunda sotib, barakani berib, xursandman. Ularga shuna dakimlarimga ham yordam berishdi. Chiroyli qilib dakimlar qilib berishdi. Rahmat bolalar uchun. Mijozlarimiz uchun qanaqa tavsiyalaringiz bor? Sizlarda ham shunaqa sotiladigan yeringlar, uyinglar, do'koninglar bo'lsa, shu bolalarga murojaat qilsalaring, Xudo xolasa chiroyli qilib xizmatinglarni qilib berar ekan. Yaxshi bolalar ekan. Mana dakimlarni ham chiroyli qilib berishdi. Rahmat, men shu bolalardan xursandman. Yana bir gapimiz bor. Agar sotmoqchi bo'lgan ko'chmas mulkingizni haqiqiy narxini qo'yadigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa fursatlarda tezda sotilib ketadi albatta.